doim Allohni eslash bilan, Allohni aytganini qilish bilan inson shaytonning ig'vosidan qutulib yuradi. Va ishi o'ngidan keladi. Hamma narsasi yaxshi bo'ladi. Rasul akram alayhisolatu vassalomni tarbiyalari shu, o'zlarini tutishlari shu, biz ummatlarga qilgan nasihatlari shu. Mana shu haqiqatlarni biz bilishimiz kerak. Allohni doim eslab turish uchun ibodat kerak. Aqimiz solata li zikri deydi Alloh taolo. Namozni meni zikrim uchun, ya'ni meni eslash uchun qoyim qilgan. Ro'zani nimaga tutyapmiz? Allohni eslash uchun tutyapmiz. Ro'za insonga Allohni doim eslatib turadigan buyuk ibodatdir. Ana, shaytonning ig'vosidan qolay, yomonliklardan chetda bo'lay, faqat yaxshilikka erishay, baxtli bo'lay, saodatli bo'lay, o'zim, oilam, elim, yurtim, butun insoniyatga faqat yaxshilik qilay, yomonlikdan tamoman chetda bo'lay degan odam Allohning ibodatini qiladi. Chunki ibodat faqat yaxshilikka chorlaydi. Shaytonning ig'vosidan, yomonliklardan saqlaydi. Doim ajr, savob, yaxshilik, xayr, baraka, baxt, saodatga insonni yetaklaydi.